Voy lekin mana yashil maydoniga 5 ketib qo'ydimda, lekin nima deysizlar, mana juda mehr berib qilgan ekanlar. Ziloniy zonadan boshlagim keldi. Mana ziloniy zonasini qarang, bu uyda, xonadonda shunaqangi mehr berib qo'yishibdi. Besvetkalarda qilib, hamma sharoitlarni zo'r qilib qo'yishgan. Siz bilan ko'rib chiqadigan xonadonimiz mana shunaqangi ko'rinishga ega. Atrofi to'liqligicha uy qilib o'ralgan. 5 bolada 10 ta xonasi bor, 3 ta sanuzeli bor. 7,5 sotixli xonadonimizni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu xonadonimizni mana asosiy darvozadan kirish qismini shunaqangi yopiq garaj qilingan, tepalarni tunikafon qilingan. Fasadni qarang, aka, atrofi to'liqligicha uy qilingan, ikkita oilaga moslangan. Bu tomoni kottej forma qilib, bitta katta ota-ona, hojdada, hojonalarni qo'ysiz, bitta kottej forma qilib yashagan. Bu tomonida o'zingiz yashaverasizda, kelin-kuyovga moslangan. Endi mana asosiy eshikdan kirishimiz, o'ng qo'lda ikkita xonasi bor. Ikki xonasi ham remontlari, bunisi sal remont o'rta hol, lekin fasadda juda chiroyli chiqqan. Bu videomizni shoshilmasdan ko'ring. Ozgina uzaqishi mumkin, lekin shunga arziydigan video bo'ladi. Asosiy darvozadan kirishimizda chap qo'lda xonalarimizni boshlasak, mana go'zallikni qarang. Kirib shunday yashab bersangiz bo'ldi. Eng qizig'ini aytaymi? Mana shu videoda ko'rinayotgan barcha mebel texnikalaring, mana dajima tuva gullargacha tashab ketaman deyaptilar. Mana kartinkagacha tashab ketaman deyaptilar. Xo'p, mana u asosiy ichidan kirishimizga mana shunaqangi kottej forma qilib solingan bitta katta oilaga bemalol o'zini bag'riga sig'diradigan kirishimizda mana zimniy oshxonasi. Bu xonadonimizda zimniy letniy oshxonalargacha bor. Mana shu ko'rib turgan mebel texnika, idish-tovoq hamma shunday tashab chiqibdilar. Mana yerda oilaviy xona qilsangiz, o'tirib, ovqatlanib o'tiradigan joy. Bu tomonida o'zini sanuzeli bor. Bu spalni qilsangiz, ichida sanuzeli bilan birga. Bunisi sizga aytganim, o'sha asosiy darvozadan kirishimizga to'g'rida siz o'zingiz kelib yashaysiz-ku shu xonada aka mana. Mana bunisi kirishimizga bitta katta zal. Mana ko'rib turgan barcha mebel texnikalarim bilan shunday tashab chiqtaman dedilar. Kirishimizda bunisi mana bitta spalni qilasiz. Kaminlarigacha qo'yib qo'yilgan, mana gazlari, bu yerda gaz suv svetlari zo'r holatda. Endi bu operator do'stimiz safarga ketganlar, ozgina shunaqangi videolarga chidab berib turasizlar. Bunisini ham bitta spalni qilsangiz bo'ladi. Mana bunisi ham spalniga zo'r tushadi. Yonida o'zini sanuzeli bilan birga. Xo'p, mana asosiy sahnadan kirishimizga bunisi mana letniy kuxnasi. Letniy kuxnaga ham joyi bor. Bu tomonida ayvon qilingan, mana stol tennislarni qo'yib qo'yishibdi. Hozircha o'zlari foydalanishyapti. Mana hammomi ham zo'r holatda turibdi. Bu tashqi tomondan sanuzeli, titanlarni o'rnatib qo'yishgan, hamma sharoitiga ega. Buni quduqlargacha bor ekan. Mana yerga quduq chiqarilgan. O'zi betlarda gaz, suv, svetlari hamma yo'g'i zo'r. Yana dabavkasiga betga quduq chiqarib qo'yganman deyaptilar. Uni grantini burasiz, quduqdan suv chiqaradi. Ziloniy zonasiga mana avtomatik qilib suvlarni o'tkazib qo'yilgan, hamma yo'q avtomatlashgan. Manzilimiz Farg'ona shaharda, 5 bolada, Nurmatchida hamma biladi. Shuni orqa tomonda mahallada 7,5 sotixli 10 ta xonasi bor. Narxini 190 mingga baholandi. Endi kelib ko'ring. 10 ta xonasi bor, 3 ta sanuzeli bor, gaz suv svetlaridan bitta bilasiz, muammosi yo'q, kanalizatsiyalarigacha qilib qo'yilgan. Endi nimaiki sharoit bo'lsa, ikkita oila yashagani hamma sharoitlari bor. Sizni katta oilangizni o'zini bag'riga sig'diradigan 10 ta xonali. Pastga telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu xonadonimizni to'liqligicha tagi podval. Bu podvalda ham ozgina bir remont qilyapsiz. Bitta o'zingizga, ya'ni katta bitta zal bo'ladi qoladi.